1916'da. Şunun için bugün bizim yerde oturmamız, bizim yerde böyle toplanmamız esasen ve esasen Türk birliğinin, yani biz Türkmen mi, Kırgız mı, Kazak mı, Özbek mi, Azerbaycan mı, Uygur mu, hemimizin bir dükten, bir esastan gelmemiz. Ve şimdi ben bugün bir toyu açarım. May ayı biz için hem Mahtumkulu ay hükmünde görünür ve hem de size diyeyim kimi gayede bizim çok milli bağlarımız var. Türk milletine değişiyor. Ve şimdi gecenin devamında inşallah orada başkanımız var. Türk Komitesi'nin, Türk Federasyonu'nun başkanı. Burada Azerbaycan kardeşlerimizden var. Burada Afganistan'ı, Cünubi Türkistan lokalarımızdan var. Özbekistan'dan da burada Nedire Hanımdatlar var. Hemmesi şimdi bir yerde benim bir sözlerime inşallah söz koşacaklar. Ama bir yerde ben özümden son bizim başkanımızı söze çağırmak istiyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Hazır değilim konuşmaya ama çok gurur duydum burada aranızda olmaktan. Ben Atatürkçü bir okulda Atatürkçü olarak yetişmiş bir kızım. 1980'den sonra doğup büyüdüğüm için çok böyle modern İstanbullu bir insanım ama Kanada'ya geldikten sonra asıl özümüzü fark ettim. Kanada'ya geldikten sonra asıl Türklüğün ne kadar yüce bir ırk diyelim olduğunu öğrendim. Hepiniz iyi ki varsınız. Biz hepimiz güçlüyüz. Hepimiz birlikte güçlüyüz. Hepimiz kardeşiz. Aynı soyuz. İnşallah bundan sonra hep birlikte olacağız. Hep birlikte sesimizi Kanada'da çıkartacağız. Çok teşekkür ederim geldiğiniz için. Şimdi Türk milleti her zaman İslam gelse de birinci evde hanımları birinci oranda oluyor. Onun için hazırlayayım ben Nedire Hanım'dan soruyorum ki söz etsin. Nedire Hanım'dan sonra Nedire Omide Hanım'dan soruyorum. Assalomu alaykum. Biz Toshkentdanmiz. Nodiraxon hamma taniydi. Meni endi uncha tanishmaydi, Umida opa bo'laman. Lekin mana bir narsani aytmoqchiman. U nimadir qizil yashil o'sadi. U nimadir oyog'i yo'q yuradi. U nimadir 7 daryo kezadi. Şair bo'lsang bizga shundan javob ber. Bu misralar Türkmen shoiri Maftumquliga bag'ishlangan. Buni men 65 yil avval onamdan eshitganman. Tushunyapsizlar, onam shundan eshitganman. Lekin yozganiga o vaqtda 200 yil bo'lgan. Bu misralar hozir ham ashulalarda aytiladi. Farhod va Shirinda aytishadi, bu nimadir deb. Mana buni faqat o'zbeklar emas, qirg'izlar, qozoqlar hammasi Maftumqulining har bir so'zini biladi. Uni O'rta Osiyoning shoiri deb bilishadi. Lekin O'rta Osiyo hammasi bizniki deb o'ylaydi.
o'zbeklar bizni shunday ajoyib insonimiz bo'lgan deydi. Qozoqlar bizniki deydi. Lekin men shuni hozir aytib o'tdim. Ruminiyadagi tatarlarimiz, Rossiyadagi tatarlar, Xitoydagi Uyg'urlar, Afg'onistondagi o'zbeklar, umuman dunyoning turkiy zabon xalqlari uchun bu inson juda kerakli, ajoyib inson bo'lgan. Bu kishini butun faylasuf, didaktik, pedagog, tarbiyachi har bir nasihatlari, ashulalarini aytishadiki, birov bilan oshno bo'lay desangiz, uning ma'rakada o'tirib turishing kerak. Mana shularni ham maftun qilib yozgan. Shuning uchun aytamanki, bu odam shunaqangi mashhur odamki, yana bir narsani aytib o'tmoqchiman. Bu kishi G'ofurjon hammani Turkiya, Turkmaniston madaniyati bilan tanishtiradi. Kanadada, Amerikadagilar hozir hammasi bilishadi bu kishi kimligini. Shuning uchun, lekin mana o Kanadaning, Amerikaning nativ insonlari, bizlar qizil tanlilar deymizmi? Ular ham Tangriga ishonganlar. Ular aytganki, bizni degan yaratgan degan, yaratuvchi degan. Shuning uchun hamma turkiy zabonlar uni yaratuvchi deb qaragan. Mana shu kanadaliklar ham o'rgansin bularda bilimini. Shuni aytamanki, ularning ismlariga e'tibor beringlar. Turkmanistonda ismlar bor: Gulchechak, Arslan, yoki Tosh, Quyosh, Anna qushlari. Anna degani qush degani, uchib yuradi. O'shalarni hammasini oti Kanadaning native people'larida ham shunaqangi otlar. Burgut, shunga aytamanki, mana bu kitobni men o'zim yozganman. Bu mening kitobim. Men bularga sovg'aga bermoqchiman. Buni ichida ismi bari chin hikoyalar. True stories degani, true story, hammasi rost hikoyalar. Shunda amerikaliklar turkiylarmi degan bitta hikoya bor. O'shanda ham agar tekshirib ko'rsalaring, masalan, juda ko'p narsalarni o'rganib olish mumkin nativ insonlardan. Ular bizdan esa Turkmanistonning buyuk kishisini o'rgansinlar. Shuning uchun aytamanki, tabriklayman, rahmat sizga, sog' bo'ling shunday ishlarni qilayotganingizga. Hammamiz turkiy zabon xalqlar bularni buyuklab yurishimiz kerak. Hammalaringni tabriklayman kelganlaring uchun. 290 yoshga kirdilar endi. Ko'plar 300 ga kirib qolay degan, lekin hozirgi avlod tekshirgan she'rlari bilan 290 ni chiqarib olishgan. Rahmat sizlarga.